Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Mana biz Qo'qonlik tabibga borgan bir kishinikidamiz, bemornikidamiz. Qo'qonga borib bir nima bo'lgan, nima qo'ygan, u yog'ini o'zidan eshitamiz. Mana Yakkabog'lik tabib, mana bizda Yakkabog'da yangi tabib chiqyapti. O'sha tabib bilan birgalikda Qo'qonga borgan bemorimiznikida hozir keldik. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Assalomu alaykum. Qo'qonga borgan ekansiz. Mana shu xususida qanday qo'qonlik tabib sizga davo qila oldimi? Nima bo'ldi? O'sha haqida gapirsangiz. Esil olganimdan keyin bir 4 oy yotib, keyin Qo'qonga bordim, Toshkentga bordim. Lekin avvalambor Allohdan shifo topish kerak inson. Allohga ishonib, Allohdan borib shifo topaman desangiz, hamma joyda topasiz. Mana shu o'zimizni mana bir qadam yaqinimizda mana Uroljon tabib ukamiz mana shifo dorilarini berdi. Ancha shifo topib qoldim men. Shu shifo topaman deb harakat qilsangiz shifo topaykansiz. Harakat qilsangiz mana shunday insonlar bor, qo'li-gul insonlar. Shifosi dorisini beradi, shifosini yo'l yo'rig'ini ko'rsatadi. Bunga inkor qilmaslik kerak, yotib olmaslik kerak, harakat qilish kerak, yurish kerak. Tabib avvaliga borib maslahat so'rash kerak. Hayotda mana men Qo'qonga borib qo'limni ko'rsatdim, qo'limni ishlatmadi. Lekin men Uroljon ukamiz beri kelgandan keyin dori-darmonlar berdi. Mana Xudoga shukr, mana qo'lim, mana hamma joyimga mana boryapti. Qimillamay cheydi mana shu qo'lim. Mana qimillamay cheydi. Hamma joyimga mana Xudoga shukr, men qalla shukr shunga. Hali mana 20 kun kursini oldim. Yana 10 kun kursini olasiz deyapti. Balki bundan ham yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Uroljon ukamiz mana bizga chiqib bor kuchi bilan tabiblik hunarini ko'rsatyapti. Shu insonga rahmat. Bu dunyoda shunday insonlar bo'lish kerak. İnsonlarga yordam qiladigan, buyoqqa kasaliga shifo topadigan insonlar bo'lish kerak. Lekin aldamchilarga ko'proq ishonmaslik kerak. Ko'plar aldaydi, boshqa qiladi, qo'ri buyoqqa pulingizni oladi, boshqa qiladi, lekin davolamaydi. Lekin davolaganda sirtqi dildan ko'rib davolasa, inson shu insonga mehri tushadi. Dunyoda shunday insonlar ko'p, lekin bu narsani o'zimiz e'tibor qilmaymiz. Uzoqlarga chopamiz. Yangiday palanchaligida gapiga ishonib, shu yaxshi ekan deb borib chopamiz, lekin davo topolmaymiz. Mana o'zimizda ham insonlar ko'p, davo beradiganlar. Shularga borsa, Allohim shifo topamiz. Oldingi holatingiz qanday edi? Hozir holatingizni aytyapsiz. Oldingi holatim hassa bilan yurak edim. Hozir yurib ko'rsata olasizmi? Mana hozir bemalol yuraman. Mana qo'llarim ishlamay ketdi. Ha? Siz ham gapirasiz, men ayting. Men stressga endi aniqlasizmi? Ya, hech narsa qilmaydi. Xalqimiz boricha ko'rsin, boricha. Biz qanday yaxshi bo'ldimi? Mana shu tabibdan davo topdingizmi, yo'qmi? Mana oilamiz. Mana shu insonni dorisini qabul qilib Yurolmaydim belim bilan. enkayib yurolmay cheydi. Mana Bemalol tur, dorini uningdan bir ko'rsating qani? uningdan turib, Iloji bormi? Ana. uningdan turib. o'rnimdan turolmay edim oldin. Ey, yashang. Turishga qiynalaydim. Hayır, Shu maşallah. insonlar bor ekan, mana qo'lim meni umuman og'zimga kelmay cheydi. Mana hozir qarang, mana xohlagancha mana mana yuqorilargacha ham ko'taraman mana. Mana shunchalik darajada Birinchi kuni kallangiz ichiga Qubrusdan yurib qolganlarni ham ayting-da. Ey, yashang. Mana shunday o'zimizda tabiblarimiz bor ekan. o'zimizda Mana shu tabiblarimiz bor. Uroljonimizga kattakon rahmat. Ha, yashang. Baraka topsin. O'zimiz tabiblarimiz shunday turibdi, lekin bu tabibga ishonmay boshqa joyga qochamiz. Uzoqlarga deng. Ey, Ha. bir xil firibgarlarga borib tushib qolamiz, bir xil aldamchilarga borib tushib qolamiz. Bu ham pulimizni chilab oladi-da, davoladim jo'natadi. Mana Urol tabib qanday yo'l bilan davolayapsiz mana shu Assalomu xalqimizni? alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana ko'rib turibsizlar, guvoh bo'lib turibsizlar. Meni mana shu hamyurtlarimdan bittasi Rahim aka, yangam. Men birinchi marta shu bu kishilar ikkalasi ham Qo'qonlik va Iqbol degan tabibga borgandan keyin xabarogani keldim, ko'rgani ikkalasini ham. Ko'rsam shu ahvol hech qanday bir foyda ko'rmadik degandan keyin men aytdimki, mayli bizdan ham bir giyoh ichib ko'ringizlar, balki foydasi bo'lib qolar degan bir
taklif kirdirdim. Ha, mayli deyishdi, keyin ikkalasi ham boshladi. Birinchi kunda o'ziga akaga uncha ta'sir qilgan yo'qda, yanga birdaniga belo urib qoldi birinchi kunda. Keyin aka ham ertasi kuni menga aytdiki, telefon qilib, kallamni ichiga qumursqa yurganday bo'lyapti dedi. Qo'rqmang dedim, tozalayapti dedi. Miyani pramivka qilyapti dedim. Shundan keyin mana Xudoga shukr, mana qaysi kuni eshitdimki, bir og'aynilari aytdi, to'yga boribdi, san tashlabdi, pullari hamma joyga yetyapti mana. Yanga ham zo'r. Yana bundan ortiq nima kerak? Yashang. Kelingizlar, arzongana qilib qo'yibman, davo topingizlar. Yashang. Tabiiy giyohlar bilan, ha? Ha, faqat bizniki tabiiy, boshqa hech qanday lishni narsa ishlatilmaydi. Hech kim ko'rsin mana. Mana hammaga rahmat. Mana shunday tabriklarimiz ko'paysin, kasallar bo'lmasin elimizda. Sog'ayib ketsin. Sizga ham rahmat. Rahmat, salomat bo'lingizlar. Sog'gina, omongina bo'lingizlar.